Kompaktni qilib qurilgan yangi xonadon so'raganlar uchun bizani obyektimizga chiqqan o'rtoqlar. Biz hozir Sergeli Pastdarxonga kelganmiz. Shundoqqina Kia avtosalonining orqasida joylashgan 2 sotix maydonga tushgan yangi xonadon sotuvda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni bilib olsanglar bo'ladi. Uyimizning tashqi tomondan ko'rinishi ko'rishingiz mumkin, bir xil qurilganda, faqat mana shunisi sotuvda qoldi hozircha. Ko'chasi asfalt bo'lgan, kerakli kommunikatsiyalar o'tkazilgan. Kiraverish darvozaxonamizda, darvozadan kirganingizda chapda o'zining yozgi oshxonasi, mana tepa yopilgan. Bu yerga bemalol bitta mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Zelyonniy zonalari chap tomonda bo'lsa, bitta tashqi hovli uchun sanuzelga joy qoldirilgan. Uy fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar, juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Hozir men sizlarga ichkarilarni ko'rsatib beraman. Uyga kirganda sizlarni mana shunaqangi keng yo'lak koridor kutib oladi. Demak, chap tomonda birinchi bo'lib ayollarimizning sevimli xonasi, oshxonamiz tushyapti. Oyoqdagilari kafe bo'lgan, ko'ryapsizlar. Demak, eshikdan kirganda to'g'rida bizani mehmonxona zalimiz kutib oladi. Mana shunaqa qilib ta'mirdan chiqarilgan va bu yoqda orqada ham ozgina joy bor. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, bilasizlar. Quyosh nuri tushib, havo yaxshi aylanishligi uchun. Mana shunaqangi o'zi ochib yopiladigan zamonaviy deraza eshiklardan foydalanishgan. Xo'p, bu yoqda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel, yaxshi texnikalardan foydalanishgan, sifatli mahsulot hammasi. Bu yoqda bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun bitta yotoqxona, mana shunaqangi yorqin rangdan foydalanishgan. Xo'p, hozir men sizlarga yerto'lani ham ko'rsatib beraman. Mana shunaqangi katta yaxlit yerto'la tushgan, bu yoqga o'tiradigan, dam oladigan zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men bu panelimizning orqasida kotelimiz joylashgan. Hozir men sizlarga yuqori qavatni ko'rsatib beraman. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 4 ta xonamiz bo'lyapti. Chiqqanda sizlarni mana shunaqangi kattagina hol kutib oladi. Xo'p, o'ng tomondan boshlaymiz. Bu yoqda birinchi bo'lib bitta yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Uni yonida yana bitta xonamiz joylashgan. Mana shunaqa yorqin ranglardan foydalanishgan. Mana bu holga qanaqadir yumshoq mebellarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda bitta bolalar xonasi, shunga qarab lustralar ham tanlangan va bizda oxirgisi yana bitta родительский spalniy bo'lyapti. Bu yoqda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi. Ko'rasizlar, kattagina keng shinam qilib ishlab qo'yishgan, sifatli mahsulotlardan foydalanilgan. Demak do'stlar, videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Bir marta eslatib o'taman, Sergeli Pastdarxonga kelganmiz. 2 sotix maydonga tushgan mana shu xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Do'stlar, bu uyimiz haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni va telefon raqamini opsiyada qoldiraman. O'zingizlarni qiziqtirgan savolinglar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.